Hozir vaqtlari borlar, telefonlarida yetarli mablag'ga ega bo'lgan muxlislarimiz bizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin bo'ladi. 0971 raqamlariga sim qoqib, Qayoq radio loyihasida bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Endi bilasiz 90 sent deyishyapti. Aynan mana shu aloqa vositalariga qo'ng'iroq qilish, sizda agar yetarlicha o'sha sentlar bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling va mazkur radio loyihamiz doirasida o'z omadingizni sinash barobarida yaxshi kayfiyatga ham ega bo'lasiz. So'z o'yini bu baribir yaxshilar. Ertalabda hozir javobligingiz, fikrlaringizni tezda yetkazish qobiliyatingizni oshirish bilan birga kayfiyatingizni ham sozlaydi. Chunki bu radio loyihamiz o'zi yo'nalishi shou loyiha. Bu hayotiy hazil-huzul voqealardan iborat suhbatdan tashkil topadi. Faqatgina siz va kamina o'rtasidagi suhbat o'zimizni hayotimizga, o'zimizni qaysidir ma'noda xarakterimizga, ruhiyatimizga xos bo'lgan suhbatlar orqali kechiradi. Shunday ekan, azizlar, bizga qo'ng'iroq qiling 0971 raqamlariga Qayoq radio loyihasida o'z omadingizni bir sinovdan o'tkazib ko'rasiz degan umidamiz. Ancha bo'ldi, ko'pchilik Qayoq nima bo'lmay qoldi. Nimaga efirga chiqmayapsiz? Qayoq bo'lib tursa yaxshi bo'lardi. Maza qilib eshitardik. Ishtirok eta olmasak ham eshitganda masaqli bir kayfiyatimiz ko'tarilardi. Nima uchun qo'ng'iroq qila olmayman? Nima uchun tusha olmayman? Kabi savollardan beraverib mana bir oy davomida ta'til qanday o'tib ketganini ham bilmay qoldim. Ana endi bizga esa qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kamina tayyor. Assalomu alaykum. Alaykum. Xayrli tong sizga. Alo. Alo. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi? Xayrli tong sizga. Men vodiydaman. Ismingiz nima? Ismim Anvarjon. Anvarjon, Qayoq o'yiniga xush kelibsiz. O'yinda ishtirok etish uchun tayyormisiz? Tayyorman aka. Bo'ldi, boshladik bo'lmasa Anvar. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Tomoqlarni sozlab oldingizmi, yo'talib? Tushunmadim aka. Tomoqlaringizni sozlab oldingizmi suhbatga, yo'talib? Ha, vaqt. Voy, hozir ha deb qo'ydingizmi? Yo'q, ha. Ana. Savob bo'lsinlar Anvar akamiz. Yaxshi sozlanmagan ekanda shu tomog'ingiz. Agar yaxshi sozlanganda yaxshi bo'lib ketar edi. 8:12 daqiqa o'tdi. Qayoq radio loyihasi 0971 raqamlariga sim qoqing. Bizni mazkur radio eshittirishimizda ishtirok eting. Yutqizsangiz ham, yutsangiz ham albatta yaxshi kayfiyatga ega bo'lasiz, unutmang. Bu dasturimiz shunaqangi ruhiyatga ega. O'ylaymanki, bu dasturimizni ancha sog'inib qolgansiz. Faqatgina biroz aloqa vositamiz oddiy telefonlarga nisbatan, oddiy suhbatlarga nisbatan biroz qimmat tuyulishi mumkin, lekin ba'zi bir paytlarda pulga ham sotib olishning iloji yo'q. Kayfiyat, mehrni aynan mana shu raqamlar orqali topib olganingizni ham o'zingiz bilmay qolasiz. Faqat samimiy yondoshsangiz bo'ldi. Faqat to'g'ri qarasangiz bo'ldi. Faqat o'ynayman. Mana shu o'yinda ha yo'q demasdan ishtirok etaman desangiz bo'ldi. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bir muxlisimiz hazillashdilar. Xorazmga borib ha yo'q o'ynasangiz biron marta ham yuta olmaysiz. Nega? Chunki ular ha demaydi, ova deydi dedilar. To'g'ri dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli tong. Men Bag'dodda borganida Nazokatxon bo'laman. Deyam yaxshi. Nazokatxon ha yo'q o'yiniga tayyormisiz? Tayyorman. Bo'ldi, unday bo'lsa omadingiz bersin. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Nazokatxon. Ha, eshitaman. Voy, ha dedingizmi hozir? Yo'q, nima qildim? Voy! Nazokatxon. Bu bir xil shaklda yutqizib qo'ydingiz-ku. Yuqorida Anvar aka biladi. Ularga ham hozir ha dedingizmi ham yo'q edi vordilar. Keyingi tinglovchimizni efirga bog'laymiz 0971. Xullas kalom Xorazmga borib ha yo'q o'ynashning hojati yo'q ekan, chunki ular baribir ha demas ekan, ovadirkanlar. Chunki sheva shunaqa. Endi yo'q deyishi mumkin agar boshqacha ularda ham sinonimi bo'lmasa. Hozircha bizda Farg'ona vodiysida Qayoq radio loyihasi Ruxsor FM radiosida onlayn. Bizni Farg'ona, Andijon, Namanganda tinglashmoqda bu radio eshittirishimizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli tong, tanishamiz. Farg'onada Farhodjon. Farhodjon, juda ham yaxshi. Xush kelibsiz efirimizga. Rahmat. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Farhodjon. Labbe. Ha, yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Yoshingiz nechida?
Yoshim 35 ta. 35 ta. Qalaysiz endi Farhod aka? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi dam oldingizmi? Xudoga shukr. Nima yangiliklar? Yangiliklar yuribdi. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Hollar yaxshi. Hozir qaytasiz? Hozir yo'ldaman. Ha, yo'l bo'lsin. Qayerga yo'l oldingiz? Andijonga. Ha, tinchlikmi? Katta mashinadamizda. Qanaqa mashinada? Katta furada. Ha, nima olib ketyapsizlar Andijonga? Ha. Yukini olib ketyapmiz. Voy, hozir ha dedingizmi? Demadim. Ha, birov yukini olib ketyapmiz demadingizmi? Demadim. Aha. Yoningizda kim bor? Yonimda o'zim yo'q boshqa. Nimaga hech kim yo'q deysiz? Juda ham yaxshi ketayotgandik. Farhod aka. 816 0971 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. 0971 raqamlari Hayyoq radio loyihasiga sizlarni chorlaydi. Juda fura haydovchilariga bemalol radio tinglash. Salonda katta radio priyomnik bor. Bemalol ovozini badabang qo'yib qo'yib, uzoq yo'lni ko'zlab, kamida 1000 kilometrdan mo'ljallab qo'yib ketishaveradi. Haydovchilarimizga moq yo'l tilab qolamiz. Yo'l harakati qoidalariga amal qilsangiz, xudo xolasa, hammasi joyida bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli tong, tanishamiz. Gazimon Oyatullo. Oyatullo juda ham yaxshi. Hayyoq xush kelibsiz. Tayyormisiz? Tayyormiz. Bo'ldi, boshladik do'stlar. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Yoshingiz nechida Oyatullo? Tushunmadim. Yoshingiz nechida? 19 da. 19 da. Uylanganmisiz? Endi. Qachon to'y xudo xolasa? Sizlardan keyinda. Ha, yashang. Ha, demak, hali bir 3-4 yil bor ekan-da? Albatta. Ha, yashang. Nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Navoiychilik. Navoiy. Ertalab nechida uyg'ongansiz non yopish uchun? 2da. Voy, malades. Kechqurun nechida uxlagansiz? 10da. Voy, malades. 10da uxlab 2da turdingizmi? Albatta. Qo'y, uyquga to'ydingizmi? Ha. Nima ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bog'dod tumanida baxtiyorman. Juda ham yaxshi, boshladik. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Bog'dod tumanidan Baxtiyorman dedingizmi? Albatta. Yoshingiz nechida? 25 da. 25 ta. Tanishganimdan xursandman. Har holda aytib qo'yay, kaminani ismi Xayrullo yo'ldosh. Albatta. 25 yoshli Baxtiyorjon muxlisimiz, Hayyoq o'yinidasiz. Aytingchi, qayerda faoliyat yuritasiz, ya'ni ishlaysiz? Tushunmadim. Qayerda ishlaysiz? Farg'onada ishlayman. Farg'onani? Qaysi tashkilotda? Navoiychilik. Siz ham Navoiymisiz? Albatta. Qoyil. Hozir Farg'onadamisiz? Albatta. Yo Bog'doddamisiz? Farg'onadaman. Farg'onani qaysi ko'chasida Navoiyxona joylashgan? Sizniki? Muhayyoda. Muhayyoda. Nima u? Muhayyo opani uyidami? Furqat ko'chasida. Ha, ana shunaqa. Furqat akani ko'chasidami? Allo. Sonlar yaxshimi? Furqat akam yaxshi yuribdilarmi? Yurishgandir. O'sha yerdasiz-ku siz hozir? Yo'q, telefonlashganim yo'q. Voy! Chalg'itdi mamallar. Yo'q, telefonlashganim yo'q deyaptilar. Davom etamiz. 0944 ishlamayapti. Shuning uchun faqat 0971 ga qo'ng'iroq qiling, qadrli yurtdoshlar. 0944 bizga o'sha raqamni bergan maxsus zamonaviy ATSda maxsus profilaktika ishlari ketyapti. Shuning uchun faqat 0971 ga qo'ng'iroq qilsangiz bo'laverar ekan. Qo'ng'iroqlaringizni qabul qilaman. Hayyoq radio loyihasida bajonidil sizlar bilan suhbatlashamiz. Radio showimizga xush kelibsiz. Tinglayotganingiz uchun ham rahmat. Indamasa shu
kulib ketayotgan muxlislarimiz bor hozir. Damas, ay mana o'ynasam bo'lardi-yu tez-tezga tog'ganimda deb ketyapti hozir yo'lda. Ana shunday muxlislarimizga ham rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xayrli tong, tanishamiz. Qarshilabdan Muzaffar aka. Aka yaxshimisiz? Rahmat. Bir o'ynaylik ha siz bilan ham. O'ynaylik, ancha bo'ldi. Bo'ldi. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Muzaffar aka, Labbi. bir 2 yil bo'ldi-yu o'ynamaganingizga. Bir ari bo'lib qoldi. 2 yil bo'lgan yo'qmi? Chempionat tugagandan beri o'ynadim. Qalaysiz endi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Yuribdi. Ishlar qanaqa? Oila tinchmi? Oila tinch, ishlar yaxshi. Ha, yashang, ko'z siymasin. Bola chaqalar katta bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Hozir ishdamisiz? Metanda o'chirdi. Ha, yaxshi gaz quyapsizmi? Yaxshi. Buncha endi 5-6 ta to'planib qolgan, navbatda uzayib qolgan zapravkaga bormasangiz, shuncha atrofda zapravka bor, borolmaysizmi? Endi o'zimizga yaqin joyga boramiz-a, deng. Hamma joy bir xil. Ha, endi ertalabda sizga o'xshaganlar hammasi gaz quyib ola qolay. Shu bilan keyin kechgacha yuraman deb yuribdi-da. Kechgacha yuraveradi shu bilan. Ha, kechgacha. Qarang, bitta mashinaga 100 talik ballonni to'ldirib gaz zapravka qo'ysangiz, masalan, o'rtacha 25 ming, 30 mingga 250 kerak bo'lsa 300 kilometr yurar ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Odam 15 ming so'mga yoki 10 ming so'mga ana bir xil joylari 8 ming so'mga yaxshilab ovqatlanishi ham mumkin-da, Farg'onada. Shunaqa joylar bor. Ovqatlanib olsangiz 50 kilometr yurar ekansiz. Qaysi biri arzon tushar ekan? Ikkovi ham bir xil ekan. Buni o'ylab qarasa ikkovi ham bir xil ekan, ha? Bunga bilan to'y bo'lishi kerak. Ha, albatta. 16 mingga 100 kilometr, 30 mingga 200 kilometr yurgandan keyin mashina bilan odam organizmi bir xil ekan. To'g'ri. Har qanaqasiga o'giring, transport bilan oddiy insonning o'rtasida deyarli temirligini farqini olmasa, jonsizligini hisobga olmasa, hech qanaqa farqi yo'q ekan. Bir xil, faqat gapirmaydi xolos. Lekin gapirmasa ham biz haydovchilar mashinamizni kamchiligi chiqmasdan bartaraf qilamiz. Gapirmaydigan xotin-da bu. Hurmatli opalar, ana erkaklarga gapirmaydigan xotin yoqar ekan. Aytganingizni muhayyo qilar ekan. Shuning uchun iloji bo'lsa kamroq gapiringlar. Xotinga razor qilmaydigan menga qilasizda. Albatta. Vaqtida. Moyni almashtirasiz, gazini quyasiz, yuvib taraysiz, to'g'rimi? Vaqtida borasiz. Kerak bo'lsa to'plingizni changini artmaysiz, lekin panel priborlarini artasiz. Nega artaman? G'ildiraklarni moylaysiz glitsilin bilan. Ajnaqa. Qoyil. Bitta tanishim borda, shu mashinasini ballonini qoraytiraveradi, o'zini esa kulrang to'plisi bor oyog'ida. To'plis ajoyib rang, hech kimda yo'q bunaqa rang. Desam, to'plimni rang qanaqa? Kulrang ekan, to'plis rangi desam, yo'q. Bu qora deydi. Bir artaychi desam, bir artoda qop-qora to'plikka oqarib ketdi u. Bu ballonni artib, to'plimni artmagan ekanda u janovar. Boshlanib yuraverar ekanda. Ha. Aytdim, mashinani qulaykansiz aka desam, endi nimasini aytasiz, tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lish kerak deb qo'yadilar yana. Ikkoviga ham qarash kerak. Ammo lekin gap yo'q, ha. Voy, namuncha yengil qo'ya qolsangiz bo'lardi. Bilasiz-ku. Gap yo'q. Men sizni bir ovozdan g'olib deb atayman, Muzaffar aka. Rahmat. O'z vaqtingiz o'tib yubordi hammasini. Endi siz bilan suhbatlash yaxshi-da. To'g'ri. Marhamat. Marhamat. Bir yurtdoshlarimizga yaxshiliklarni izhor qiling. Salom. Kelayotgan bayramlar bilan, Konstitutsiya kuni bilan, Yangi yil bilan, Energetiklar kuni bilan. Hammani tabriklayman. Yaqinda bayramimiz bo'ladi. Xudo xolasa. Shu yalladan iloji bo'lsa tashla qo'yib bersiz. Yalladan? Yalladan xudo. Yoshligida eslab. Bo'ldi. Yoshligida. Davlat xayrli. Salomat bo'ling. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Ruxsor FM radiosida
Bizning muxlislarimizdan biri energetik Muzaffar aka qo'ng'iroq qildilar. Toshloq tumanida istiqomat qiladigan bu energetik do'stimizni aytishlaricha, dekabr oyida mamlakatimizda energetiklar ham o'zlarini kasb bayramlarini nishonlar ekan. Bir opamiz uyida monteur chaqiribdi. Alo. Yaxshimisiz uka? Eshitaman opa. Ora sochigimni bir chetidan o't chiqyapti-da. Bo'ldi, qaytasiz. Falon dom, falon kvartira. Bo'ldi, yetib boraman hozir. Deb monteur akamiz ham yetib kelibdilar. Haqiqatan ham juda xavfli. Darrov tuzatib, chiroyli qilib qo'li gul ishsa ekan. Opa bo'ldi. Qancha bo'ladi? Beravering. Chek yozib beraman-da. 5-6 mingni berib qo'ylar, darrov chekni yozib berib chiqib ketayotsam. Uka, abid qilib keting, sho'rva tayyor. Ayo, mayli bor. Abid qilib keting endi. Endi bizni o'zbek xalqi uyga kelgan odam qo'yib yormaydi-yu. Bir dasturxon yozmasa, ko'ngli joyiga tushmaydi. Bo'pti deb u ham qonni och ekan o'tirib sho'rvani ichib o'tirsa, eshik qo'ng'iroq jiringlab qopti. Borib bunday qarasalar, eshik tashqarisida ochcha turgan ekanlar. Kelib, "Jon uka, shu akangizni jinday rashklari tezroqda, asablari chatoq. Sizni ko'rsa noto'g'ri tushunsa, xafa olib qo'ymasmikan?" Nima qilay desa, "Mana televizorda orqasiga o'tib tursangiz, ishlaydilar. Lekin bevaqt kelib qoldilar-da hozir. Xijolat bo'lib qolmaylik." Desa, "Xo'p" deb televizorda orqasiga o'tib oldi monteur akamiz. Bir vaqti eshikni ochib, "Voy, keling dadasi. Erta kelibsizmi ishdan?" desa, "Ha, televizorda futbol bor ekan" deb. Buni ko'rgani keldim deb. Endi opamiz ichidan zil ketgan, endi maytda hozir o'tirganda ham mayli edi. Televizorda orqasidan chiqib kelsa endi u akamiz. Nima deyman deb cho'chib turgan ekan. "Xotin, bir choy damlamaysanmi?" debdi futbol ko'rib o'tirgan yeri. Zo'rg'a kirib choyxonaga, oshxonaga kirib olib, choyni damlab, xayolida televizorda orqasidagi odam. "Voy, nima deyman, voy, o'lay, sharmanda. 3 ta bolali bo'lganimda ya." "Xotin" debdi ichkaridan eri shu payt. Bechora zo'rg'a og'izi tanglayib qurib qo'rqqanidan oshxona eshigini ochib, ichkariga bosh suqib, "Ha, dadajonisi" desa, "Hozir bitta gap aytsam, umringni oxirigacha ishonmasang kerak." "Nima bo'ldi?" desa, "Qara, ana sudya, ey, meni sevimli klubimni o'yinchisiga qizil kartochka ko'rsatuvdi. Futbolchi televizorda orqasidan chiqib ketdi" deb.